Mana gruntovkamiz qurigandan keyin 3 slovoy sukhoy shpaklovkamizni surganmiz. Va 4-slovoyga tapsan top finish shpaklovkamizni surganman. Bu shpaklovkamizni surishdan maqsad devoringizni juda ham chotki silliq qilib beradi. Mana 4 slovoy shpaklovkadan keyin devorimizni qum qog'ozlab oldik bu devorimizni. Endi bu devorga emulsiya berishdan oldin bu changlarni yo'qotish uchun bir sidra gruntovka qilamiz. Nimagaki, birinchisi bu chang yo'qotib beradi gruntovka, ikkinchisi surgan shpaklovkamizni mustahkamlab beradi, qotirib beradi. Mana devorga surgan gruntovkamiz quridi. Ko'rishingiz mumkin, bironta chang yo'q. Eng qizig'i qo'ldagi chang emas, suyanib turibman. Ba'zi futbolkaga ham o'tmaydi chang. Mana emulsiya berishga devorimiz tayyor.